Nima uchun kelin qaynonani qaynotani xizmatini qilish kerak deydi birov. Men unga aytaman, nima uchun qilmasligi kerak? Kelin 18 yil, 20 yil onasining uyida erkak bo'lib yashab keldi. Tayyor uy-joyga, boquvchiga uylarni qurdi, qaynota yangi uy o'zi kirmaydi, o'zi eskisida turadi-da, kelinni kirgizib qo'yadi. Kelin uni bolalari bilan yashaydi-ku. Kelin agar xizmat qilmaydigan bo'lsa, eri bilan ikkalasi turmush qurgandan keyin ana ijaraga borib tursin-da, necha yilda quradi, hovlili bo'ladi. Necha yilda hovlili bo'ladi, necha yilda uyli joyli bo'ladi, necha yilda mashinali bo'ladi. Odam aqlini ishlatish kerak-ku. Quruq yer bo'lsa ham, bir uy, bir yotoqxona berayotgan bo'lsa ham qaynotani xizmatini qilish kerakmi? Shuni axir oqlash kerak-ku, o'sha senga qolyapti-ku. O'sha kelin, o'sha o'g'il, o'sha navaralarga qolyapti-ku. Bechora o'lib umri bo'yi mehnat qildik-ku, masalan qaynotalar. O'sha